bilamiz, havoni o'sha iflosligi bo'yicha bizni Toshkent bir qancha vaqtlar oldin ancha yuqori pog'onalarga chiqib ketgan edi. Birinchi o'rinda turdi. Ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'rib turdik, havo ifloslangan bir paytda. Juda bir nima deydi, nafas ola olmay qoldik. Ozgina yaxshi bo'ldi, keyin yana o'sha yomon vaziyatga qarab ketdi. Ozgina yaxshi. Hozir endi shukrki, havoimiz ancha tozalandi. Umuman olganda jahon miqyosida bugun mana shu atmosferani ahvoli qanday? Bizni boshqa davlatlarda va bizda hozir reyting masalasi qanday bo'ladi? O'zi biz seshanba kuni ham ekspert taklif qilganimizda ularga ham bu savolni bergandim. Hozir ahvol qanday? Biz kutgan yomg'ir, qor shukrki yog'ib turibdi va biz kechiktirib bo'lmaydigan chora tadbirlarni amalga oshirdik. Hozir natija qanday? Biz sal xotirjam bo'lsak bo'ladimi va nimalar qilishimiz kerak degan savolni qo'ygandik o'rtaga. Hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining me'yorlari bor. Bu butun dunyo uchun qabul qilingan me'yorlar hisoblanadi. Normalar, ya'ni atmosfera havosidagi o'sha PM2,5 va PM10 zarrachalarining o'sha havoga tarqalishi hisoblanadi. Bu bo'yicha bugungi kunda mana bugun ko'radigan bo'lsa, O'zbekiston Toshkent shahri yirik shaharlar butun dunyoda o'sha 26-o'rinda. Buni yashash kerak emas. Sababi bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Uni o'rni bor, lekin undan tashqari o'sha zarrachalarni Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini o'sha zarralarni miqdori borda, belgilab bergan normalar bor. Misol uchun eng yuqori, o'ta xavfli hayot uchun har bitta belgilab berilgan bor. Misol uchun bugungi kunda hozir ko'rishimiz mumkin, o'sha yirik shaharlarda Dehli, Lahor shaharlari birinchi o'rinda turibdi. Ular sababi har xil omillari bor bu narsani. Toshkent shahridagi bu qorda emas yoki yog'ingarchilikda bugun buni sababi bor. Buni o'sha aytaylik o'ziga yarasha bosib bera oladi, lekin asosiy bu yerda qilinadigan yechimlar o'sha Toshkent shahrida kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlarda olib borilayotgan ishlar hajmi. Sababi o'sha sanoat korxonalari bilan bog'liq, issiqxona gazlari bilan bog'liq, aytaylik boshqa ko'rsatkich transport tizimini isloh qilish bilan bog'liq harakatlar jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Shu uchun ham o'sha atmosfera havosining o'sha normal holatga keltirilishi izlanishimiz kerak va bundan nima deydi, xursand bo'lishimiz kerak emas, izlanishda davom etishimiz kerak. Xursand bo'ladigan jihatlarimiz bor, ha, qor yoqqaniga xursand bo'lsak bo'ladi. Yo'q, o'zi umuman mana shu, demakki, o'sha ko'rsatkich ozgina bir pasayganidan albatta biz hozir xursand bo'lsak bo'ladi. Aytyapsiz-ku, ayrim o'sha davlatlar o'zgarishsiz turibdi deb. Shunaqa. Endi u davlatlarda o'zgarish turishiga sabab mana bilamiz, barchamiz xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganishda albatta uni joylashuv, ya'ni geografik o'rni bor, joylashuvi bor. U hududlar, misol uchun shahar hududi, u Lahorlar ham, aytaylik yoki boshqa hududlar ham sanoat korxonalari bilan chambarchas qorilishib qolgan. Ya'ni insonning xizmat ko'rsatishi o'ziga yaqinlik, qulaylik darajalarini yaratgan, lekin aslida u boshqacha tomonlama ijobiy emas, salbiy tomonga qarab yo'nalib ketib qolgan. Shu uchun ham biz bilishimiz kerak. Qisqacha buni aytmoqchiman. Savol o'rinda balkim keyinchalik nima qilinar. Hozir sanoat korxonalarini masalasida o'sha ko'chirish masalasi yoki aytaylik boshqa masalalar bo'lyapti, aholini keskin noroziliklar oshib borilyapti. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizning soha vakillari buni o'sha aytaylik eski naql bor, 7 o'lchab 1 kes deb turib, bu narsa bo'yicha izlanishlar olib borib, mayli o'sha aholini aytaylik qatlamiga yoki o'sha hududda xizmat ko'rsatish uchun borib ishlashga yoki qiyinroq bo'ladi, lekin asosiysi atmosfera havosining tozaligiga xizmat qiladi. Ya'ni ekologiya barqarorlikni oshirish uchun xizmat qiladigan bular qarorlar hisoblanadi. Bu narsani davlatimiz rahbari ham yoki mutasaddi rahbarlar ham birdaniga keskin qaror qabul qilgan. Bu bir necha 10 yilliklar davomida o'sha nima deydi, xulosalar natijasida paydo bo'lgan narsa. Endi bu qarorga shunchaki kelingani yo'q, o'sha jahon tajribalari o'rganilgandan keyin o'sha sanoat korxonalari qaysidir hududlarga ko'chirilishi nazarimda o'ylandi. Endi Farhod aka, bugun mana shu shahardagi yashillik, nagruzka, ya'ni yuklamani qanchasini ko'tara oladi o'zi umuman? Bu bo'yicha hozir bir qancha tadqiqotlar olib borilyapti. Yuklama deganda bitta narsani tushunishimiz mumkin. Har xil yuklama bor, yana o'sha har xil omillar bor. Yuklamaning transport tizimining yuklamasi bor, qurilishda yuklamasi bor, aytaylik o'sha sanoat korxonalarining yuklamasi bor. Bu hammasi emissiya deyiladi, o'sha ya'ni atmosfera havosiga chiqarilayotgan zarar miqdori. Bu shunaqa narsaki, buni hisoblash, nagruzkani hisoblash, qancha agar yashillik bizda ko'p bo'lsa, shuncha yuklamani ko'tarish imkoniyati yuqori bo'ladi bizda. Yashillik qancha kam bo'lsa, yuklama shuncha qilinadi. Sababi bu har bir daraxt o'zidan
bilasizlar, karbonat angidrid yutib u chiqaradi. Sababi bu narsa shunaqa narsaki, daraxtlarning turi bor. Misol uchun o'sha ko'proq havoni zaharli miqdorini yutadigan daraxtlarni ko'paytirsak, bizda o'sha aytaylik imkoniyat ancha yuqori bo'ladi, dagruska sifatida ko'tarish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham alohida narsalar bor. Ularni kamaytirish uchun har xil ishlar olib borilyapti. Farhod aka, meni bir terminga ko'zim tushdi va mana shu termin nimaligi qiziqtiryapti-da. Intellektual svetofor. Nima degani u? Intellektual svetofor atamasi nimani anglatadi va shahar harakatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu ham aniqki jahon tajribasidan kelib chiqqan holatda. Albatta. Bu shunaqa narsaki, bilamiz, ko'p qaytaryapman bu narsani, transport tizimi. Transport tizimi bu atmosfera havosiga chiqarilayotgan mana asosiy omillardan biri bu ham xizmat qiladi. Sababi transport tizimini isloh qilish uchun albatta shunaqa yashil texnologiyalarni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Bu svetofor shunaqa narsaki, sun'iy intellekt asosida, ya'ni jahon tajribasi asosida o'rganilgan, sun'iy intellekt asosida hududlarda tirbandlikni kamaytirish maqsadida qilingan. Ya'ni o'sha yashil hududlarda yoki aytaylik tirbandlik yuqori bo'ladigan hududlarda o'sha svetoforlar ma'lum metrologik omillar asosida ham harakatlanadi. Ya'ni svetofor qo'yiladi, yo'qda o'sha aytaylik o'sha metrologik stansiyalar yoki aytaylik boshqa ko'rsatkichlar aniqlab beruvchi ma'lumotlar unga ham yuklab turiladi. Tirbandlik yuqori bo'lgan vaqtda transport tizimida emissiya, ya'ni o'sha gazlarning chiqishi ko'payadi. Ko'paygan vaqtda o'sha birdan seziladiki, o'sha hududda harakatlanish kerak. Svetofor. O'sha hudud ochib yuborilaveradi birdan. Ya'ni yashil yonadi. Albatta. O'zi avtomashinalar harakatlanganidan ko'ra haligi tirbandlikda uzoq turganda atmosferaga zarar ko'p ekan. Shunaqa. Bu oldin ham bir chora tadbirlarda takliflar berilgan. Mana bilamizki, shaharda harakatlanish tezligi soatiga 60 misol uchun o'sha tezlik. Buni oldin safar ham ko'tarish masalalari bo'lgan. Ya'ni qancha mashina harakatlanishi sust bo'lsa yoki turib qolsa, o'sha yerda atmosfera havosida zararlanish yuqori bo'ladi. Lekin harakat xavfsizligini oldini olish birinchi o'rinda bizga muhim, inson salomatligi yoki aytaylik o'sha har xil nimalardan oldini olish. Shuning uchun ham bu narsa o'z qoldirilgan, o'z kuchida. Shuning uchun ham eng ayniqsa yaxshi buni bir yechimi bor. Bu narsa jahon tajribasidan kelgan. Bu transportdagi yoqilg'ilarni, ya'ni aytaylik o'sha yoqilg'ilarni yaxshi muqobil energiya yoqilg'iga o'tkazish. Bu dunyoda, jahonda sinalgan narsa, tajriba hisoblanadi. Qolaversa, nafaqat o'sha yoqilg'i, balki bugun o'zi zamon talab qilib ham elektromobillarga o'tib ketishyapti-da. Bu ham ancha bir yengillik bergan bo'lsa kerak bu borada. Chunki bir mutaxassis keldilar, aynan mana shu efirda elektromobillar ularni afzalligi, qulayligi va mana shu ekologiyaga zarari kamligi haqida gapirilganda, shaxsan hamkasbim o'sha kuniyoq men avtomobilimni elektromobilga aylantiraman, shu qarorga keldilar-da, almashtiraman degan. Shunaqa, bu elektromobil bu yaxshi narsa. Sababi nima uchunki, muqobil energiya manbalaridan foydalanishda har tomonlama insonning omili amalga oshiriladi, transport texnikaning omili. Bu degani nima degan? Siz uchun yoqilg'i turidan o'ziz uchun zarar, yoqilg'i turlari aytaylik, mana 80 dan voz kechdi, 80 dan. Bu juda ham xavfli o'zidan gazlarni chiqarardi. Shuning uchun ham voz kechildi bu narsadan. Bora-bora, misol uchun bizdan oldin boshqa davlatlar o'zi oldinroq voz kechib bo'lgandi bu narsadan. Biz o'sha ma'lum muddatda u narsani aholini yoki aytaylik o'sha sohani nima qilish uchun, yechimlarni ishlab chiqish uchun nima qilindi? Transport tizimida elektromobilga o'tish bu jahon tajribasida bor narsa. Bu rivojlangan davlatlarda, ayniqsa Amerikada aytaylik, hozir bugungi kunda eng dunyoda reytingda turadigan bu Xitoy davlati hisoblanadi. Ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi elektromobillar bo'yicha dunyoda reytingda birinchi yuqori pog'ona olib turibdi. Sababi Xitoy Xalq Respublikasidagi chiqarilayotgan elektromobillar quvvati o'sha maxsus aytaylik har tomonlama ekologik normalardan o'tgan, standartlardan o'tgan narsa hisoblanadi. Qolaversa, bunga qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, mana hozir yaqinda bir qaror chiqib o'sha stikerlar masalasi, ya'ni ekostikerlar masalasi. Ekostikerlar masalasi odamlarda tushuncha, misol uchun boshqacharoq tushuncha bu yoqda qanaqadir yo xalqqa nisbatan nima yoki yomonroq narsalar bo'lishi mumkin, norozilik kayfiyat bo'lishi mumkin yoki aytaylik, yo bular qanaqadir o'sha ma'lum mablag' ishlab nima qilish uchun chiqarilgan qarorlarga o'ylab topilgan qaror deydi. Aksincha unaqa emas. Yerda u pulli emas, u pulsiz tekin u stikerlar. Butun respublikamizdagi prosta transport tizimini o'sha ma'lum muddatda, ya'ni o'sha eskirganligini yoki aytaylik yangi quvvat kuchini o'sha ma'lum darajada o'lchab
vaqt o'tishi bilan uni yengillab borishga talab da'vat etishuvchi bitta qaror hisoblanadi. Bu yaxshi narsa hisoblanadi. Taklif. Bu stikerni olasiz, stikerda o'sha belgilangan vaqti bor. Siz mashinangizni ko'rsatasiz, texosmotor deyiladi. O'sha texnik ko'rikdan o'tkazish, olib borib ko'rsatasiz. Sizga mashinangizga misol uchun ertaga o'sha kompensatsiya masalalari yoki boshqa masalalarni yechishda yordam beradi bu narsa, albatta. Eko stikerlar shu uchun ham chiqarilganki, eko stikerlarning eng yuqori, misol uchun yashil, o'rta degan nimalari bor. Yuqori yashillar misol uchun eng o'sha boya aytganimizdek yashil shaharlarda harakatlanishga kelajakka yo'naltiriladi. Bu narsa. Ikkinchi pog'onadagilar o'sha ko'chada harakatlanadi. Uchinchi pog'onadagilar, eng past pog'onadagilar esa halqa, ya'ni katta yo'llarda harakatlanish tizimi bo'yicha joriy etish rejalashtirilgan. Bu kelajakda. Lekin hozirda hamma bir xil harakatlanadi, hamma bir xil transport vositasida harakatlanadi va bu nima uchunki insonlarni eko madaniyati shakllantirish, ekologik ongini rivojlantirish uchun xizmat qiladi bu albatta va buning asosiy nimasi o'zimizning sog'lig'imiz uchun tushunchamiz uchun ham bu narsa yaxshi hisoblanadi. Bu endi jahon tajribasida sinovdan o'tganmi stikerlarimiz? Albatta bu sinovdan o'tgan. Bu misol uchun aytaylik, o'sha Germaniya deymizmi yoki bilasizlar ekologiya bo'yicha juda ham yuqori hisoblanadi. Boshqa davlatlarda ham bu narsa sinovdan o'tgan. Biz bitta narsani tushunishimiz kerak-da, bu ekologiyaning zararlanishi inson uchun qanchalik salbiyligini tushunib yetishimiz kerak. Mana atmosfera havosidagi o'sha reytinglar deymiz. Men savolimni keskin oldinga berilgan savollarga qaytaraman, sababi bu narsada shunaqa narsa borki, PM2,5, PM10 zarracha o'zi bular nima? Bular insonga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu hamma o'sha transport tizimida ham aytaylik, boshqa narsalarda ham, sanoatda ham bor narsalar. Bu shuni tushunib yetishimiz kerakki, biz o'sha dunyo tajribasi har daqiqada misol uchun 13 kishi olamdan o'tadi. Shu atmosferadagi havoni ifloslanish deb turib butun dunyoda har daqiqada. Bu narsa shuna narsaki PM10 zarrachalari bu birinchi o'pkani, ya'ni o'sha jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nimasi bor, normalari bu, ya'ni insonning o'sha nafas olish astma kasalliklari o'pkaga borib turib o'sha yopishib uni harakatdan chiqaradi. Ya'ni uni o'sha ma'lum darajada nimasini pasaytiraveradi yoki aytaylik. Yoki PM2,5 zarracha bu butun dunyoda xavfli zarrachalar hisoblanadi. Biz shu uchun ham o'sha air quality yoki o'sha dunyo tajribalarini ko'rishimiz mumkinki, u to'g'ridan-to'g'ri insonni o'sha qon tomiriga, klitkalariga yopishgan holatda bu insondagi har xil kasalliklarni, hattoki o'sha misol uchun aytaylik, tuzatib bo'lmas rak kasalliklariga ham qonni o'sha ifloslantirish holatiga ega bo'lgan o'sha zarralar hisoblanadi. Shuning uchun ham biz o'ylashimiz kerakki, bu narsani bunaqa emas, bunaqa demasdan turib o'sha Toshkent shahri, nafaqat Toshkent shahri, butun respublikamizning yirik shaharlarini ham ekologik madaniyatni oshirgan holatda eko hududlarni barpo etish va unga xizmat qilish uchun bizga o'sha ijobiy yechim hisoblanadi. Farhod aka, endi bitta savol, aytingchi, bugun fuqarolarimizda o'sha siz aytayotgan ekologik madaniyat qay darajada? Hozir nafaqat bizda, butun respublikada, dunyoda ko'ramizki, o'sha ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha katta chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston hududida ham, O'zbekiston sharoitida ham bilyaptiki, mana ekologik sohasi isloh qilingandan keyin o'sha ma'lum o'zi erkin qaror chiqaruvchi soha hisoblanadi. Shuning uchun ham butun hududlarda, ayniqsa o'sha bog'chalarga, maktablarga ham o'sha ekologik madaniyat alohida o'sha darslar kiritilgan, alohida o'sha o'quv qo'llanmalar, uslubiy qo'llanmalar qo'yilgan. Ularga bolalarga o'rgatish uchun ham mahalla kengashlari tuzilgan, 7 talik o'sha mahalla kengashlarida ham ekologik madaniyatni oshirish, har bir inson o'zini uyini, atrofini o'sha yashillikni ko'paytirish bo'yicha ishlar olib borilyapti jadallik bilan va u ekologik o'sha forumlar, ekologik o'sha aytaylik katta ekspo markazlar tashkil qilinmoqda yoki eko hududlarni yaratish bo'yicha har bitta hokimlik, aytaylik o'sha barcha nafaqat ularda, balki oliy ta'lim tizimida ham, oliygohlarda ham o'sha ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha alohida ishlar olib borilyapti. Qolaversa, mana ommaviy axborot vositalarida ham ekologik madaniyatni yoritish bo'yicha bir qancha ko'rsatuvlar, dasturlar tashkil qilingan. Endi odamlar aytishi mumkin-da, o'zi umuman havoni haligi toza bo'lishida bizni nima vazifamiz bor? Biz nima qila olamiz? Oddiy fuqaro sifatida. Oddiy fuqaroni. Masalan, bitta misolki, chiqindini ko'chaga o'z boshimchalik bilan uyidan tashqariga olib chiqib istalgan joyga to'kib ketmaslikda. Bu ham bitta katta madaniyat va mana shu atmosferani toza bo'lishida eng katta xizmatlari bo'ladi. Chiqindini ham e'tirof etsak. Biz bilamizki, ekologik madaniyat deganda yoki ekologiya deganda, yo'nalish deganda ikki xil omili bor, antropogen va tabiiy. Bu
chiqindi, misol uchun aytaylik antropogen, ya'ni o'zimiz hududda o'sha aholi tomonidan yoki aytaylik o'sha sanoat korxonalari tomonidan hududga tashlanadigan tashlanmalar hisoblanadi. Bu chiqindi bo'yicha mana o'sha o'tgan yil davomida 2025-yil davomida davlatimiz rahbari tomonidan juda katta bir qarorlar qabul qilindi. Nafaqat o'sha vazirlik, hukumat darajasida qarorlar ham qabul qilindi. Alohida o'sha chiqindi agentligi tashkil etildi. Chiqindi agentligida alohida misol uchun rivojlangan davlatlar bilan birgalikda ishlash uchun Xitoy bilan, Koreya bilan yoki Yaponiya boshqa davlatlarda, ayniqsa Xitoy bilan birgalikda chiqindini qayta ishlash o'sha texnologiya zavodlari barpo etildi. Samarqand shahrida bu hozir Qoraqalpog'iston Respublikasida rejalashtirilyapti bu bo'yicha katta ishlar. Ya'ni ular rivojlangan davlatlarda chiqindi deyarli maishiy chiqindilar, misol uchun maishiy uni chiqindining turlari bor, morfologiyasi bor, turlari bor. Uni aytaylik o'sha sanoat chiqindilar bor, qattiq maishiy chiqindilar bor yoki aytaylik boshqa chiqindilar bor, bio chiqindilar bor. Bular o'sha oziq-ovqat deymiz, boshqa deymiz, boshqa kirib ketadi. Lekin biz asosan chiqindini qayta ishlash texnologiyasi orqali bu narsani nima qilishimiz mumkin? Rivojlangan davlatlarda chiqindining pulga sotib olinadi. Alohida maxsus o'sha yashiklar qo'yilgan, texnologiyalar qo'yilgan. Bugungi kunda biz sohamiz vakillari bilan birgalikda o'sha targ'ib qilishda tadbirkorlarga ham alohida e'tibor qaratib ularga ham aytyapmiz. O'sha texnologiya rivojlangan davlatlardan olib kel, yo'lga qo'y, u chiqindini olib borib topshir, inson o'sha chiqindini misol uchun tashlaydi. O'sha qancha chiqindini o'zimizga bir komfort hudud yaratishimiz uchun albatta birinchi o'rinda o'zimiz yon atrofimizda tozaligida ta'minlashimiz kerak bo'ladi, mas'ul bo'lishimiz kerak bo'ladi. Kecha Botirxon bu boradagi o'sha madaniyatimizni ancha shakllantirishimiz kerakligini yana bir o'ylab qoldim-da. Teleekran orqali bitta lavha ko'rsatildi. Chiqindixonada o'sha ishlaydigan bir otaxonimiz chiqindilarni saralayaptilarda. İnsonlarda shu qadar bir bu borada bu ongsizlikmi bilmadim. Nonni o'sha chiqindi bilan aralashtirib butun nonlarni chiqindilarga tashlashyapti-da. Haligi otaxonimiz, "Ey odamlar, men shunchaki haligi qarab tura olmayman" deyaptilar. Butun nonni olib, aynan o'sha butun biz axlat deymiz, axlatni ichidan hammasini bitta-bittadan olyaptilar-da. Bu bizning bu boradagi madaniyatimiz ancha pastligini ko'rsatyapti. O'zi Farhod aka, jahon tajribasidan nazarimda bu narsa bir olib kelindi, yo'lga qo'yildi, lekin nazarimda oqlamadi-yu. Haligi saralash borasida yashil, sariq, qizilmi qutilar qo'yildi. Ajratish kerak. Ajratish kerak edi. Lekin bu oqlamadi o'zini. Bu sababi oqlamagan sababi endi buni tan olishimiz kerak. Yomon bo'lsa ham bu aytganingizdek yuqorida ekologik madaniyatga bog'liq. Chunki ozgina erinchoqlik insonni shunchalik yomon nimalarga olib keladi. O'sha salbiy oqibatlarga deymizmi, boshqa narsalarga deymizmi, atrofimizda ham bo'layotgan jarayonlar yoki muhitlar shuni talab qilib qoladi. Ya'ni yo'lda ketsak ham, o'tib ketayotgan vaqtimiz ham yonimizda bakalashga aytaylik o'sha yoki bir qanaqadir karton bo'lagi yotgan bo'lsa, uni albatta olib turib o'sha tashab ketishga erinamiz yoki o'zimizda qanaqadir g'ururimiz yo'l qo'ymaydi, yerga engishib o'sha narsani olishdi. Lekin aslida boshqa davlatlarda, ya'ni rivojlangan davlat, nima uchun boshqa davlat? Albatta bu ekologiya masalasida albatta rivojlangan davlatlarga qarashimiz kerak. Chunki nima uchun biz borib falon pul sarflab qaysidir davlatda borib dam olib kelishimiz kerak? Misol uchun turist sifatida borib hududga chiqib dam olib kelishimiz kerak. U narsa kerak emas. Bu o'zimizning hududda shu narsani yaratishimiz imkoniyatimiz bor. O'sha narsa o'zimiz pul yonimizda qolish imkoniyati bor. Aytaylik, o'sha Shveysariyaga bormaylik, aytaylik yoki Germaniya yoki boshqa davlatga bormaymiz, o'zimiz hozir bor, mana Zomin yoki aytaylik o'sha Toshkent viloyat hududlari bor, lekin o'zimizning kichik hududlarni, kichik aytaylik o'sha massivlarni, hattoki shunaqa ekoparklar, shaharlar yaratish qo'limizda, ya'ni insonning o'zini qo'lida. Kim biroqqa beradi, davlat qachon qilib beradi degan narsani kutish kerak emas. Albatta o'zi qilish kerak. Boya yuqorida aytganingiz o'sha yashil, qizil, sariq bo'laklar u to'g'ri olib kelingan narsalar, bu hozir ma'lum shaharlarda qo'yilyapti, nima setelarda qo'yilyapti. O'zimiz Toshkent shahrining kichkina shaharchalarida qo'yilyapti. Bu narsalar o'sha o'rnatilib uskunalar, lekin aslida bu narsa butun respublikamizga hozir targ'ib qilingan o'sha hududlar, joylar, axlat demaymiz, bundan keyin chiqindi, maishiy chiqindilar, o'sha turlarini saqlash hududlarini alohida zamon tajribasiga moslagan holatda bu narsani o'sha yig'ish texnologiyasi, hattoki o'zimizda ham shunaqa narsa
masala bo'ladi. Bizda o'sha sohamizda o'sha chiqindini bir kunimiz ajratamiz, butun xodimlar chiqib turib o'sha joyiga chiqib, chiqindilarni ajratib, saralab, misol uchun olib borib topshiramiz, o'sha taroziga qo'yib, bizga qanaqadir rag'batlantirish. Bizga u rag'batlantirish shart emas, biz atrofimiz toza bo'lishi uchun xizmat qilamiz albatta. Bu borada kimgadir o'rnak bo'ladi. Farhodga yaqinda hurmatli hamkasbim Instagramda shunaqa bir kontent hozir tayyorlashyapti-da bolalar. Mahallada 4ta 5ta ko'zingizga tushdimi, yo'qmi? Bolalar yosh yigitlarimiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni qoralaymiz-ku, lekin undan unumli foydalana olayotgan insonlarni ko'rib turibmiz. Men rosa havas qildim va ularga obunachi ham bo'ldi. Ariqlarni borib bolalar o'zi tozalayapti. U ko'ngilli yoshlar. Ular tashabbus ko'rsatib o'sha ariqlarda juda ko'p haligi chiqindi yig'ilib, suvlar to'xtagan. O'sha yerlarni borib o'zlari yigitlar endi hozir qalbi qaynoq, haligi qoni qaynoq yigitlar borib o'sha yerni, u albatta ular yashaydigan joy emas, lekin ular borib tozalab. Farg'ona viloyatida adashmasam bu yerlar. Keyin aytishyapti, inspektorga qo'ng'iroq qilib u haligi chiqindilarni olib ketadigan mashinalarni tashkillashtirib beryapti. Bu go'zal narsa-da, bu zo'r narsa. Albatta yurtimiz shunaqa obod bo'lishi kerak. Endi vaqtimiz juda ham kam, deyarli 3 daqiqalik vaqtimiz bor ekan. Xulosa o'rnida sizni fikrlaringizni eshitishni juda ham xohlagan bo'lardi. Ya'ni biz nafas oladigan havo ifloslanishga qarshi kurashishning qanday yo'llari bor va qaysi jahon tajribalari O'zbekistonga yordam bera oladi? Bu haqida gaplashishga harakat qildik. Endi umumiy sizni xulosangiz. Xulosam shundaki, ekologiya sohasida ekologiya madaniyati shakllantirish uchun hammamiz, barchamiz mas'ulmiz bunga. Barchamiz birgalikda kurashmasak, bu juda ham jahon tajribasida ham sinalgan narsa. Xalq bilan, aholi bilan, o'sha aytaylik, mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda bunga kurashilmasa, o'sha olimlarni jalb qilgan holatda, jahon tajribalarini o'rgangan holatda birgalikda kurashmasa, bu narsa bizni o'ziga davom qilishi mumkin. Shuning uchun ham biz bu narsani albatta yenga olamiz. Biz albatta o'sha parklarni yoki yashil hududlarni, o'rmonlarni, shahrimiz go'zal bo'lishi uchun ham xizmat qila olamiz. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, gaplarimiz so'ngida insonni ham, misol uchun, inson o'zi yaratadi har bitta narsani. O'sha chiqindini ham inson yaratgan. Lekin uni o'zi chiqindini yoki aytaylik boshqa o'sha sanoat korxonani o'zi rivojlantira oladiki, o'sha ma'lum filtrlar orqali, boshqa narsalar orqali o'sha zararni kamaytira olish qobiliyati bor. Unga ozgina mas'ul bo'lishimiz kerak, ozgina o'sha o'zimiz savodimizni ishlatishimiz kerak deb o'ylayman men.